Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammalaringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun shu bitta narsani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana bu dunyo xaritasi. Dunyo xaritasi, lekin mana bu dunyo xaritasi aslida xato. Nimasi xato? Mana bu joylarni qarasangiz, qarang, Afrika qanday kichkina va Osiyo qanday katta ko'rinadi, to'g'rimi? Aslida mana bu magi to'g'ri emas. Mana shu uzunlik to'g'ri emas. Qanaqasiga to'g'ri emas? Mana bu joydan mana bu joygacha 13 ming kilometr. Mana bu joydan mana bu joygacha taxminan 12 ming kilometr chiqadi. Qanaqasiga bunday bo'lgan desangiz, xaritaga e'tibor bering. Xarita to'rtburchak shaklda. Yer qanaqa shaklda? Yer dumaloq shaklda. Mana bu dumaloq narsani to'rtburchak shakl qilishlik uchun davlatlarning haqiqiy kattaligini, demak, o'zgartirilgan. Masalan, deylik, mana bu joyga qarang. Grenlandiyaning kattaligini ko'ryapsiz, qanday katta. Qolgani mana bu joyda, yarmi ham bor bu tomonda, xaritaga sig'magan. Mana bu Grenlandiyani asl kattaligini qarasangiz, mana qo'limcha bo'ladigan bo'lsa, xuddiki Afrikani qoplab oladigandek tuyulyapti. Lekin aslida mana bu Afrikani, Grenlandiyani kattaligi Afrikani mana shunchagina joyiga to'g'ri keladi taxriban. Mana shunchagina joyiga to'g'ri keladi. Endi Rossiyaning kattaligiga qaraydigan bo'lsak, Rossiya o'sha Afrikadan uzun ko'rinadi. Aslida Afrikani mana bu joydan mana bu joygacha chiqadigan yeri Rossiyadan anchagina katta. Va Avstraliya ham mana bu joyda ko'ringandan ko'ra anchagina kattaroq o'zi aslida. Pastdagi joylar ancha katta ko'rsatilgan. Mana bu joyning kattaligini qarang. Bu salkam Osiyo va Afrikaga yetib qolaman deydi. Mana bu joyda xaritada ko'rsatilishi. Demak, Janubiy qutb aslida kattaligi mana shunchagina chiqsa kerak, taxriban mana shunchalar chiqadi. Buni qanday qilib bilsak bo'ladi? True size of map deb yozsangiz, demak, internetdan topsangiz bo'ladi mana shu ma'lumotlarni. Juda ham qiziq ma'lumotlar va qarab chiqsangiz juda ham qiziqarli inshaalloh.